Minecraftda juda kam odam qo'lga kirita oladigan bir qurol bor, Guzi. Uni olish uchun men xavfli sinovlar xonasiga kirishim, kuchli maxluqlar bilan jang qilishim va tirik qolishim kerak. Qiziq, buni uddalay olamanmi? Videoni oxirigacha ko'ring va bilib oling. Xo'sh, mana olamga ham kirib oldik. Endi biroz kuchayib olsak. Qayiqni hozircha nimaga kerakligini bilmayapman, lekin mayli, oz qotib qoladi, turaversin. Qishloq topgunimizcha biroz mollarni savalab turamiz. Yana shakar qamish ham topdim. Bu bizga aniq oz qotadi. Yana uxlash uchun yotoq ham yasab olamiz. Yana jonim ozlikka ozdek yiqilib ham tushdim bu joydan. Va men qorli joylarda paydo bo'ldim, lekin men oldin bu yerda paydo bo'lmagandim desam aldagan bo'laman. Keyin men tunni o'tkazish uchun ajoyib uyni topganimda mana bu uxlayotgan ekan, uni turg'izib o'rniga o'zim uxlavordim. Qiziq, sen nega qaroqchilarga o'xshab bir ko'zli yurasan? Hozir ko'zingni o'yib olaman, sen bo'lani. Men qaroqchi emasman, men temirchiman. Shunchaki cho'qda ishlayotganimda cho'q tushib shunaqa bo'lgan. Ha, mayli, mana bu sandiqda nimalar bor? Men bularni olaman. Ya'nirog'i qop va qorni. Bir ko'z bilan yashash, bir ko'z bilan yurish, bir ko'z bilan tepaga qarash naqadar qiyin, to'g'rimi? Sen buni bir kun mendan yo boshqadan tayoqsan, men aytdi dersan. Unda tayoq emasdan oldin qochib olay. Yana mana bu golemdan ham temir olish kerak. Temir asqot qiladi. Yana bu golem juda ham kuchli ekan, lekin uning qarindoshini taqdiri. Yana mana bu narsani ham topdim, asqotib qoladi. Keyin o'sha temirchining uyiga kirib sandig'ini ochib ko'rsam, ne ko'z bilan ko'rayki, 3 ta olmos. Keyin tashqariga chiqsam tun ekan. Keyin yana uxlavordim. Qishloqdan olishim mumkin bo'lgan barcha narsalarni olib yo'lda ketayotganimda men tasodifan lava ko'li uchratdim. Bu menga obsidian yasash uchun juda ham asqotardi. Keyin suvni paqirga oldimda men uni mana bu yerga quyishga qaror qildim va yaqinroq kelib uni quydim. Tarafsizki bizda obsidianlar tayyor. Faqat endi kovlab olish qoldi. Yana mana bu suvni ham chelakka olish kerak. Tayyor, endi kovlasak bo'ladi. Obbo, bu rasvo qilyapti-ku. Ha, mayli, mana bu suvni quyib ko'rsak, menimcha ishlashi kerak. Tayyor. Qani endi kovlab ko'ramiz. Obbo, ishlar rasvo ketyapti. O'zimning shaxsiy lava ko'limni qurmasam bo'lmaydi shekilli. Qani unda shaxsiy o'zimning lava ko'limni qurishga olg'a. Bunaqasiga ham ishlamadi, lekin endi bunaqasi ishlashi kerak. Tayyor, xavfsiz va oson usuli. Nega boshdan shu usulni qo'llamadim ekan? Axir xavfsiz va oson usul edi-ku. Ha, mayli, yana men yo'lda it ham ko'rib qoldim. Faqat menda 0.1% gina imkoniyatim bor edi. Axir menda bittagina suyak bor-ku. Afsus, bu suyak ham ishlamadi deb yo'lda ketib bormoqchi bo'lganimda men mana buni ko'rib qoldim. Va bu itni qo'lga o'rgatish uchun ajoyib imkoniyat edi va it mening qo'limga o'rgatildi. Ammo baribir ham it mening qo'limga o'rgatilgani bilan u men bilan ketishni xohlamadi. Negaligini esa bilmadim. Va yana men shuncha yo'l bosib, men oxir oqibat qishloqni topgan edim. Mana u. Va bu qishloqdagi mollarni biroz savalab yuboramiz. Endi har doimgidek uylarni tintib ko'ramiz va sandiqlarni ochib ko'rsak, ulardan zo'r narsalar tushish kerak. Mana bittasi. Endi yana uxlab olamiz. Negadir video uxlash bilan ketyapti. Keyin esa men savdogarni uchratib qoldim. U bir paqir chelakka 2 ta zumrad sotayotgan ekan. Keyin esa men borib, unga suvni to'ldirib, unga sotishga qaror qildim va shunday ham qildim ham. Keyin esa men eng katta xatoga yo'l qo'ydim. Ya'nirog'i shuncha to'plagan qog'ozimni men qayoqdagi bir kitobchiga sotib yuboribman. Menga kerakli jitel, xaltacha osgan va ko'zida qanaqadir lumpaga o'xshash narsa bor ekan, chachi-pechi aytishiga qaraganda. Agar mening omadim bunaqa tez kelaversa, men aniq kurzini tez orada topishim aniq. Endi esa bu qishloqni ishonchli joyga ko'mib qo'yish kerak. Mana bu yer bo'lishi kerak. Moblar hujum qilmasligi uchun ustini yopib qo'yamiz. Tayyor. Endi esa pechkadagi pishgan steklarni olamiz. Tashqariga chiqsam tun ekan, endi esa uxlab olamiz. Endi savdoni kuchaytirish maqsadida biroz shakar qamish to'plashga otlanamiz. To'xtang, bu nima? Bu suv zombisi. Undan nayza olish mumkin. Shuncha daqiqa nayzani olishga harakat qildim, lekin o'xshamadi. Afsuski, nayzani ola olmadim deb ketib olmoqchi bo'lganimda men mana buni ko'rib qoldim. U menga yana hujum qilib qoldi. Bu safar ham ola olarman deb yana harakat qilgan edim, lekin baribir ham ola olmadim.
Yana kutilganidek men o'sha qorli joylarda paydo bo'ldim, ammo bu safar boshqacha bo'ladi, chunki men koordinatlarni yozib qo'ygan edim, shunchaki teleport qilsak kifoya. Mana tayyor. Endi esa shuncha payt to'plagan shakar qamishlarimizni qog'ozga aylantiramiz. Shakar qamishlarni juda ham oz to'plabman, faqat bittagina savdoga yetdi. Aftidan yana shakar qamish to'plashga otlanishga to'g'ri keladi. Xohishoning xohishonmang, men yo'lda 3 ta reyderni uchratdim. Ulardan faqat bittasida totem tushadi, qolgan ikkitasidan damlama tushish ehtimoli juda kam. Shuning uchun hoziroq uchalasini chopamiz va totemga ega bo'lamiz. Yana men juda ham zerkarli bo'lgan shakar qamish to'plash qismini qirqib tashladim-da, to'plagan joyimdan boshlab ketdim. Umid qilamanki, bu qilgan ishim sizlarga yoqdi. Yana shuncha to'plagan shakar qamishlarni qog'ozga aylantiramiz. Endi esa savdolashamiz. Xuddi kutilganidek bular ham yetmadi, ammo kelajakda baribir ham shu jitelni mod qilamiz. Ko'p xatoliklar qilib, albatta juda ham kechirilmas xatoliklar qilib, ammo hozircha portal quramiz. Tayyor nezrit aslahalar to'plash uchun yo'l ochildi. Bululu. Xuddi kutilganidek omadsizliklar doim men bilan yuribdi. Hozir bu yerda o'lib ham ketsam kerak. Yana mana bu lavaga ham tushib ketdim. Hozir mana bu yong'inni to'xtatmasam men doimgidek o'lib ketaman yana bu yerdan ketishning eng oson usuli bu o'lish. Usiz ham o'lar ekanman. Endi esa men barcha qishloqliklarni xafa qilgan holatda ularning uyidagi barcha yotoqlarni to'plab ketaman. Bu esa menga nezrda nezrit to'plash uchun asqotadi. Lekin bitta oltin qoida bor. Agar men shuncha to'plagan yotoqlarning bittasidan ham nezrit topa olmasam, u holda men nezrit aslahada emas, boshqa aslahada to'plab ko'raman, misol oltin yoki temirda. Esiz shuncha temir. Endi esa nezr sayohatiga olg'a. Bululu. Gaz yo'qligi bu omadim. Tepaga qarab quramiz. Rasvo. Jokerning tuzog'i. Qiynalib to'plagan totemimdan ayrildim. Yotoqlarni portlatishni boshlaymiz. O'ylaganimdek bittasidan ham nezrit topa olmadik. Lekin oltinlar topdik. Xo'sh, mana sayohat o'z nihoyasiga yetdi. Afsuski biz aslahalar uchun nezrit topa olmadik. Shakar qamish topdim. Ammo bu safar ularni savdolashib olmoqchi emasman, bularni yekib ko'paytirmoqchiman. Yana temir ham topdim, yonida endermeni bilan. Endi esa ularni shunchaki kovlab olsak kifoya. Tayyor, mana bu shakar qamishlarni ham olamiz. Bular endi bizga asqot qolishi kerak. Minecraftda eng yomon ko'radigan moblarimdan biri mana u kichkina zombi. U shunchaki asabingni shunchaki o'ynaydiki. Buni faqat kichkina zombini yoqtirmaydiganlargina biladi xolos. Qiziq, jitel qayoqqa qoldi? Umuman o'ylamagan edim, mana bunga ham zubrat sotiladi deb. Adashmayotgan bo'lsam, shu uylardan bittasida bo'lish kerak. Sen bu yerdan nima qilyapsan? Endi javobda bu yerga bitta aylanib kelay degandim. Nima deysan endi? Yaramas, hoziroq joyingga bor. Roling tugagach o'zim seni ajoyib qilib mehmon qilaman. Aldaysan-ku sen. Sen Husan edi. Aldaysan-ku Husan. Nega bularni aldaysan? Do'stlar, menda yomon xabarlar bor. Hozirgina sezib qoldim, video olmayotgan ekanman. Ammo sizlar xavotirlanmang. Mana bu sandiqda nimalardan quruq qolganingizni ko'rishingiz mumkin. Qiynalib bo'lsa ham xaritani qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldim. Yana sizlar mana bu shakar qamishlarga qarang, tog'ni teshadigan darajada o'sib ketishgan. Xo'sh, endi shunchaki sinovlar xonasini topsak kifoya. Sayohatga olg'a. Omadim kelyapti.
Va nihoyat sinovlar qorasini topdim. Ammo mening planimda bu yerga tushmasdan oldin aslahalarni kiyish plani bor edi, ammo men bularni qilmasdan tushib yoribman. Ha, mayli, mendagi temir aslahalar yetarli deb umid qilaman. Yana mana bularni ham urish kerak, juda ham ko'p ekan. Yana mana bu shamolchilar negadir asamga o'ynayapti. Negadir ularning yoniga borsang, ular qayoqqadir uchib ketishyapti. Ha, mayli, bu yerdan bir amallab qutula olarman. Xo'sh, endi sinovlar xonasiga qaytmasdan oldin aslahalarimizni kiyib olaylik, lekin hozircha tunligini hisobga olgan holda uxlab olamiz. Menimcha oltin aslahalar bizni himoya qila oladi. Har doimgidek birinchi bo'lib mening raqibim shamolchi bo'laman deb menga keldi, lekin u qayoqqadir uchib ketaveradi. Yana mana bu skeletlar ham asabimni o'ynayapti, orqangdan zarba bersa naqadar alam qiladi. Shamolchilar uchib ketavermasa, men ularni allaqachon mag'lub qilgan bo'lar edim. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermayman, yaramas shamolchi, seni bu safar aniq o'ldiraman. Qani bu yoqqa kel, qani qayoqqa ketib qolding sen, yaramas? Qayoqdasan, yaramas? Bu yoqda ekansan-ku, yaramas shamolchi. Qani bu yoqqa kel, uraverma, sen hozir o'lib qolaman. Nihoyat birinchi tayoqcha. Gurzini olish men o'ylaganimchalik oson emas ekan. Shunchaki men xonaga kiraman, moblarni o'ldiraman, kalitlarni to'playman va sandiqlarni ochib, ulardan gurzini olaman deb o'ylayotgan edim. Lekin men chuchvarani xom sanagan ekanman. Koshki shu kungacha chuchvara sanagan bo'lsam. Yana mana bu savdogarlar mana bunday qilish sotayotgan ekan, uni shartda olib oldim. Qishloqqa qaytganimning boisi men aslahalarimni kuchaytirmabman. Endi tayyor, ular kuchaydi. Yana sehrli kitoblarni qayerdan olding deyishingiz mumkin. Men ularni qishloqliklardan sotib oldim. Sizlar uchun soniyalar, men uchun esa soatlar. Umid qilamanki tushundingiz. Endi esa gurzini qo'lga kirish uchun bu sinovlar xonasidagi shafqatsiz moblar bilan jang qilamiz. Men yana yarim soat mobaynida moblar bilan jang qildim va tasodifan totemimdan ajraldim. Bundan ko'ra o'lganim yaxshi edi. Unda totemning nima keragi bor, joningni himoya qilmasa? Va yana men shuni ham sezib qoldimki, men bu topshiriqlar xonasiga damlama ichmasdan kiribman. Unda nega men shuncha paytdan beri jang qilyapman? Ha, mayli, agar siz ham menga o'xshab shunaqa edit qilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki topshiriqlar xonasiga damlamasiz kira ko'rmang. Orqasidan ikkinchi kalitni ham qo'lga kiritamiz. 3-kalitni ham, 4-sini ham, keyin esa yana biroz moblar bilan jang qilib, orqasidan 5-kalitni ham qo'lga kiritamiz. Yana mana bu sandiqda Ender Marvarid ham bor ekan, asqotib qoladi. Bu vaqtga kelib mening damlamam o'z kuchini yo'qotdi. Shuning uchun kalitni ishlatishni boshladim. Xuddi kutilganidek birinchi kalitdan gurzi tushmadi, lekin yana bitta damlama ichib, yana bitta kalitga ega bo'ldim. Ikkinchi kalitdan ham menga kerakli narsa tushmadi. Uchinchi kalitdan ham menga kerakli narsa tushmadi. Ammo keyingi kalitni ishlatganimni bilaman. Bu ancha qiyin bo'ldi, hattoki bitta kalit ham ortib qoldi. Endi esa gurzini yasaymiz va uni golemda sinab ko'ramiz. O'ylashimcha shuncha tepalik yetadi. Qani chiroyli qulashni boshladik. Tayyor golem yo'q qilindi. Gurzi haqiqatan ham kuchli qurol ekan. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosish esdan chiqmasin. Yana bundan ham zo'r videolar ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Xayr, sog' bo'ling.